Boshladim. Bugungi taqdimotimizning mavzusi kitobsevar yoshlar. Kitobsevar yoshlar. Rejamlarimiz shunday bo'ladi, kitobning ahamiyati va yoshlar o'rtasidagi kitobxonni rivojlantirish zaruriyatlari, kitobsevar yoshlarning afzalligi va jamiyatda qo'shadigan o'zlarining hissalari, xulosa, kitobxonlik kelajak va yoshlardagi roli. Kitobxonlikni rivojlantirish dolzarb vazifa hisoblanadi, chunki bu kitobning ahamiyati yoshlarning kelajagida katta rol bor. Kitobning ahamiyati va yoshlar rivoji. Kitob bilim manbai, tafakkurning o'chog'i, ma'naviyat ko'zgusi. U yoshlarning dunyoqarashini kengaytiradi, nutqini ravonlashtiradi, ularning mustaqil fikrlashiga yordam beradi. O'qish orqali yoshlar o'z kasbi mahoratli o'rganishadi va kitobga mehr qo'yishadi. Yoshlar o'rtasida kitobxonlikni rivojlantirish, yoshlar o'rtasida kitobxonlikni rivojlantirish uchun turli xil tadbirlar, tanlovlar, loyihalar tashkil etish, ularni mukofotlash, ularni rag'batlantirish, kitob o'qishga bo'lgan qiziqishni yanada orttirish, o'zlari xohlagan kitoblarni olib berish, ularga rag'bat tarzida yanada ko'proq tadbirlar o'tkazish. Kitobxonlikning rivojlantirishdagi zaruriyatlar bu ikki turga bo'linadi: iqtisodiy foyda va ijtimoiy ahamiyati. Iqtisodiy foyda bu bilim va malakalarni o'rganish orqali iqtisodiyotni rivojlantirishga katta hissa qo'shishadi. Kitob o'qish orqali yoshlar o'z kasbini mahoratli o'rganishadi, yuqori darajalarga erishadi, daromadli ishlarda yuqori daromadlarga ega bo'lishadi. Ijtimoiy ahamiyati esa bu kitoblarda yoshlardagi jamiyatdagi roli, ma'naviyat va madaniy saviyasi yuqori bo'ladi. Yoshlarimizni afzalliklari va jamiyatga qo'shadigan hissasi. Kitobsevar yoshlar jamiyatning intellektual boyligi hisoblanishadi. Kitobsevarlikning shaxsiy rivojlanishdagi asosi. Kitobsevar yoshlar o'z ustida tinimsiz ishlashadi. Ular bilimlarini oshirib, dunyoqarashlarini kengaytirish uchun tanqidiy fikrlash qobiliyatiga ega bo'lishadi. Boshqa tengqurlarga nisbatan fikrlari ravon, mantiqiy fikrlarga ega bo'lishadi. Jamiyatga qo'shiladigan hissalari uch asosiy qismdan iborat hisoblanadi. Madaniy merosni saqlashadi, kitoblarga bo'lgan muhabbati oshishadi, o'z madaniy merosini, adabiyotini qadrlashadi, o'z millatidagi kitoblarni, yozuvchilarga bo'lgan talablarni oshiradi. Ular kitoblarni o'qish orqali yangiliklarni o'rganishadi, ularni targ'ib qiladi, madaniy meroslarni kelajak avlodga yetkazish uchun xizmat qiladi. Ilmiy tadqiqotlarga esa kitobsevar yoshlar ilmiy tadqiqotlarni qiziqish bildiradi va ularni turli sohalarda yangi kashfiyotlar yaratishadi. Ularni ilmiy maqolalar yozishadi, konferensiyalarda ishtirok etish orqali o'zlarining bilimlarini mustahkamlashadi.